Bizi o'zbek v harfimiz pastki labga ko'p e'timod qilinadi. Ya'ni pastki labdan chiqariladi. Masalan, va ular. U darajada masalan va demasak ham, ammo pastki labimizni ko'p ishlatamiz-da. Va ular deymiz. O'sha sababdan siz nima deyapsiz? Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu. Va lam deyapsiz. Bu o'zbeklarimizda juda ham ko'p tarqalgan, o'zbekligimizdan kelib chiqib. Lekin arab vovi bunaqa emas. Arab vovi ikkilabda mana. Va. Ha, vav. Ko'rdingizmi? Ikkilab ishlaganini ko'ryapsizmi? Ikkilab ishlayapti, to'g'rimi buni? Vav. Men aytmayapmanki vav demayapman-ku, to'g'rimi? Masalan, valaddolin yoki lam yalid va lamda qarang. Lam yalid va lam yulad va lam bo'lmaydi. Lam yalid va lam yulad va lam yalid va lam. Mana shuni qilamiz. Shunda nima bo'ladi? To'g'ri bo'lgan bo'ladi. Va lam yakul lahu deb lamda tashdidni ko'p ushlab turib qoldingiz, unaqa qilmang. Va lam yakul lahu tashdidda to'g'ri urg'u bor. Bosib bildiring bo'ldi. Lekin va lam yakul lahu mas. Bo'lib ham mana shu siz o'qiyotgan bu rivoyatingiz Imom Hafsni Imom Osimdan qilgan rivoyatlari.